Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, kanalimiz obunachilari. Isuzu FBR34 Isuzu modellarining ichida eng kattasi bo'lgan 10 tonnali modelimiz. Konditsioner, magnitofon, senter zamok, yon oynalarigacha bor uje bu modelimiz. Samasval modeli. Buni furgoni ham bor. Buni o'zi ikki xil shassisi bo'ladi. Kolesning bazasi bu eng kichkinasi. Shunaqa maxsus texnikalar uchun mo'ljallangan Isuzu bazasida bo'ladi. FBR34K bazasida. Q bazasi ham bor. Ya'ni bu uzunroq bo'ladi. U furgon, tent, bardovoy, izotermik modellarga qilinadi. U kengroq bo'ladi. Kubasi ham katta bo'ladi, lekin yuk ko'tarish qobiliyati bir xil ekanlasini Samasval ko'rib turibsiz. Zavod tomonidan hozirgi narxi 915 million, 2025-yil dekabr oyidagi narxi. Kommentariyada yozib ketinglar akalar. Bilaman, ko'p kishi Isuzu, bu auditoriya hammasi Isuzu bilan shug'ullanib keladigan akalar polni kuzatib keladi meni. Rahmat, borlaringga shukr. Obuna bo'lib qo'yinglar, tanishlaringga yuborib qo'yinglar akalar. Shu modelda aynan mana shu 10 tonnalik Samasvalda necha pul topsa bo'ladi oyiga. Oldin bilaman, yaxshi ish bo'lgan. Hozirgi momentda qancha pul topsa bo'ladi aynan mana shu Samasvalda. 5 tonnaliklari ham bor, bilasizlar. 5 tonnada necha pul topsa bo'ladi, 10 tonnada necha pul topsa bo'ladi. Akalar yozib ketinglar. Hammaga qiziq bu. Ishlab pul topib yurgan akalar biladi o'zi necha pul topishini. Akalar, mashina tayyor turibdi. 240 ot kuchi, dvigateli, injektor bo'ladi, turbina bo'ladi akalar. Bu model F seriya faqat solyarka bo'ladi. Gazdagi ishlab chiqarilmaydi. Bunga o'zlaring gaz yoki propan qo'ysanglar bo'ladi. Bu solyarkani rasxoti o'zi 25 ta 30 ta deb belgilangan. Endi haydagan odamlar bilan ko'p eshitganman, 25 ta yeydi deydi. Zavod 30 ta bergan lekin yoqilg'i sarfini. Akalar, mana Samasval shu tayyor turibdi. Avtosalonga tashrif buyuringlar. Sergelida, Toshkentda kutib qolaman hammanglarni. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.